Hammaga salom do'stlar. Deepal o'zining yangilangan S07 modelini taqdim qildi. Ushbu avtomobil haqida sizlarga to'liqroq gapirib berish uchun Xitoyga tashrif buyurdik. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov boshladik. Yangi S07 xuddi eskisi kabi gibrid va elektr versiyalarda sotiladi. Umumiy hisobda naqd 5 ta komplektatsiya mavjud. Gibridda 3 ta, elektrda esa 5 ta. Qarshi yilida 230 Ultra degan komplektatsiya. Ushbu avtomobilimiz orqa privodli 258 ta ot kuchiga ega va to'liq batareya bilan 230 km masofani bosib o'tishi mumkin. Agarda benzobakingiz ham to'liq bo'lsa, umumiy hisobda 1300 km ni bosib o'ta olasiz. Avtomobilning oldi ko'rinishida katta o'zgarishlar sezilib turadi. Birinchi o'rinda kunduzgi yoritish chiroqlarining formasi, asosiy optikaning tuzilishi va ko'rinishi va eng asosiysi radiator panjarasining ham tuzilishi tubdan o'zgargan. Orqa qismda ham o'zgarishlar bor. Optika va bamperning tuzilishi o'zgartirilgan. Agarda orangizda Deepalning egalari bo'lsa, bu narsani siz aniq bittada sezasiz. Eski S07 ni diskalarining ko'rinishi to'g'risi menga yoqmas edi, lekin yangilangan versiyaning diskasi menga to'g'risi yoqdi. 20-o'lchamdagi diskalar bilan jihozlangan. Ko'rinishi sizlarga yoqdimi-yo'qmi, albatta izohlarda yozib ketinglar. Undan tashqari ushbu versiyada avtomobilning podveskasini regulirovka qilish mumkin. Ya'ni uni yumshoqlik va qattiqligini o'zingiz sozlashingiz mumkin. Bu esa juda ham zo'r o'zgarish. Yangilangan S07 ni saloni sizlarga yoqishi aniq, chunki menga yoqdi. Birinchi o'rinda uni rangi och baqlajon, ya'ni fioletoviy rangda. Menimcha bu rang shu yaqin orada trendga chiqib ketsa kerak. Ko'p mashinalarda bu rangni uchratyapman. Och baqlajon va molochniy rang kombinatsiyasida ishlangan. Eng katta o'zgarishlardan bu rul. Rulli ko'rinishi o'zgargan. Tugmachalardan tashqari endi bu yerga roliklar ham o'rnatib qo'yishgan. Qulayliklar borasida bu yerda head-up display, klimat kontrol, adaptiv kruiz kontrol, selektor rulning orqasida o'sha markaziy displey o'ng va chap tarafga burila oladi. Hayotgancha endilikda bahaybat markaziy displeyning chipi o'zgartirilgan. Ya'ni u Snapdragon bir narsa tizimlariga o'tgan. Men sizlarga sodda qilib tushuntirib beraman. Ishlashi tezroq bo'lgan va suratning sifati ancha yorqinroq bo'lgan. Agarda siz Deepal haydaydigan bo'lsangiz va bu versiyaga o'tirsangiz, bu narsani aniq sezasiz. Chunki eski versiya bilan displeyda kattagina farq bor, aynan ranglar borasida. Undan tashqari eng asosiy o'zgarish bu yo'lovchi va haydovchining o'rindiqlariga endi atamankalar qo'shildi. Isitish, sovutish va massaj tizimlari bor. Old yo'lovchi esa agarda charchagan bo'lsa, bemalol o'tirib, Zero Gravity tizimini yoqib, yotib dam olib ketishi mumkin. Avtomobilda har doimgidek o'sha panorama tom o'rnatilgan, quyoshdan saqlovchi pardasi ham mavjud. Eshik kartasida ham o'zgarishlar bor. Eski narsalardan bu hoshiyasiz oyna, 2 qavatli oyna qolgan. O'zgarishi esa bu eshikning ichki tarafidagi tutqichi va eng asosiysi endilikda bu yerda 20 ta dinamikga ega bo'lgan Dolby Atmos akustika tizimi mavjud. Kolonkalarning ichida bo'lsa yoqimli yoritgichlargacha ham o'rnatib qo'yishgan. Ana endi yuringlar orqa salonni ko'rib chiqamiz. Menga shunaqa tuyulyaptimi yoki rostdan ham shunaqami, lekin o'ylashim bo'yicha orqa salonda joy kengroq bo'lganga o'xshaydi. Mana hozir haydovchining o'rindig'ini maksimal darajaga orqaga surib qo'ydim, shunda ham oyog'im tegayotgani yo'q. Undan tashqari orqa o'rindig'ida o'zgarishlar katta emas, lekin bor. Birinchi o'rinda yo'lovchilarning qulayligi uchun bu yerga displey boshqaruv panelini o'rnatib qo'yishgan. Ushbu panel orqali siz old yo'lovchining o'rindig'i, panorama tommi pardasi va iqlimni nazorat qilish tugmachalaridan foydalanishingiz mumkin. Lekin eng asosiy o'zgarish ushbu avtomobilda endilikda xolodilnik mavjud. U yerga narsalarni isitish yoki sovutish uchun qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Yangilangan S07 ning kuzovi va salonidagi o'zgarishlardan tashqari endilikda bu yerda intellektual boshqaruv tizimi o'rnatilgan. Bu narsa hozircha faqat Xitoyda ishlaydi va to'liq avtopilot emas. Ya'ni qaysidir qisman jihatlarda sizlarga ko'chada yurishingizga yordam berishi mumkin. Qo'lingiz band bo'lsa yoki avtopilotga o'xshab yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin bu narsaga ishonish kerak emas, chunki O'zbekistonda bu narsa hali beri ishlamaydi. Eng asosiysi uni narxlari. Avtomobillar shuncha o'zgarishlarga qaramasdan narxlari unchalik ham qimmat bo'lmagan. To'liq komplektatsiyalari, gibrid va elektr avtomobillar uchun narxlarini izohlarda biriktirib ketaman. Agarda kimga kerak bo'lsa, bemalol Imperium Cars avtosaloniga murojaat qilishingiz mumkin. Eng qisqa muddatlarda va eng zo'r narxlarda ushbu avtomobillarni sizlarga yetkazib beramiz. Yangilangan S07 sizlarga yoqdimi-yo'qmi? Albatta izohlarda yozib ketinglar. Men hozir Xitoydaman. Sizlarga qaysi mashina kerak, qaysi mashina haqida to'liq ma'lumot olmoqchisizlar? Shu narsalarni ham yozib ketsanglar, tez orada yangi roliklarni sizlar uchun taqdim qilamiz. Har doimgidek Mahmud Sobirov sizlar bilan bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha. Xayr.